Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Tan saqliq kanalimga hoş keldinglar. Hozir bizning Uyg'urlarda umumyuzlik ajrashish bo'libmi chet elda bek ko'pkan. Shunlashqa ayollarning psixikasi to'g'risida azroq nasihat qildim. Shuni o'q beray deb o'yladim. Amal bor ayol yaxshi o'tib, yaxshi farzandlarni tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Ammo lekin esinglar bo'lsin, erlar ajrashish yaxshi ish emas, bo'libmi erlar ziyon tortadi. Ashunaq statistikalar bor ekan. Ajrashgan erlarniki uzun umr ko'rishi ajrashmaganlarga qaraganda bakla to'van bo'ldi ekan. Shunlashqa ziyon tortadigan yana erlar ekan. Ashunaq statistikalar bor ekan. Shunlashqa tuvandiki men psikologlarniki hergiz ayol kishiga dovli yana prinsip so'zlayman demang degan maqolasini o'qib beray. Haqiqatan buniki ilmiy asos bor ekan. Ko'p qism vaqtlarda erlar ayollarni yo'lsizlik qilib ta'tillik qilyotidi deb tushunib qoladi. Bo'libmi er kishi amaliyotni o'tirib qo'yib dovli tushundirgan vaqtda ayol kishi bu dovlini, ya'ni shu prinsipni anglamay qolmay, balkim texi uningga bir shapaloq hadiya qilishi mumkin. Bu vaqtda er kishi ahvolni tushuna olmaydi. Ayol kishi xafa bo'lib qoladi. Natijada muhabbatmi shirinligini yo'qotib qo'ydi. Buning qarta psikologlar ayol kishiga hargiz dovli so'zlaydi. Men demaslikni tavsiya qilgan. Ya'ni prinsip so'zlayman demaslikni tavsiya qilgan. Bu zodi nima uchun? Erlar bilan ayollarning masalalarini tafakkur qilish usuli o'xshash emas. Ayollarga nisbatan ilib aytganda erlar hamisha bir qadar idrokli holatda turadi. Masalalarga yuzlangan vaqtda ular hozir bor bo'lgan sharoitlarga asosan natijani analiz qilib, masalani bartaraf qilishga urinadi. Ammo ayollar dal buning aksichi bo'lib, ular tavanozuklik qilib o'zining his tuyg'usiga ahamiyat beradi. Masalani hal qilishga bo'lish bo'lmaslik uning o'ylanish doirasida bo'lmaydi. Masalan, ko'ch aylanayotganda ayol kishi agar chiroyli bir sumka uchirtib qolsa, uning oldi bilan o'ylaydigini bu sumkani esib olsa, o'zining qanchalik chiroyli bo'lib ketadiganligi bo'lib, kallasi qizibla bu sumkani setib olg'isi keladi. Biroq er kishining birinchi bo'lib ko'radiğini sumkaning bahosi bo'lib, sufiti, fasoni va o'zining iqtisodiy jihatdagi bardoshlik berish qatorliq omillarni o'ylanib, ondan sumkani setib olish yoki setib olmaslikni o'ylashidi. Ayollar çoğun dovlilarni anglashni xohlamaydi. Ular faqat erlarning muhabbatidan ta'sirlanishni o'ylaydi. Ayollarning hammasila malikalardek ko'ngil bo'lishga erisha olmaydi. Biroq barliq ayollar ilgari o'zini malika xiyol qilib baqqan. Shunga ayollar erlarga yotliq bo'lib, er kishining ayoli bo'lgan taqdirdami, yana bu er kishining o'zini asrashini hem şirin sözlerini qilib ko'nglini xo'sh qilishini umid qiladi. Biroq ba'zi erlar bu nuqtani tushunmay, cho'ng dovlilarni so'zlab, ayol kishining beshini og'ritadi. Undaqda ayollar bu dovlilarni rostila tushunmasmi? Albatta undaq emas. Ular faqat uy ichida sirtidagi vaqtga o'xshamaydiganroq bo'lishini umid qiladi. Oila bo'lsa illiqlikqa to'lgan bir joy. Hem aslida dovli so'zlash ketmaydigan bir joy. Agar er kishi sirtdagi masalalarni bartaraf qilish usulini uyga shu pet ko'chirib akilman ham ishiltiman desa, undaqda ikkilarning ziddiyati borgan sari keskinlashib ketadi. Amaliyotda ayollarning o'yi nihoyat oddiy. Kichik ishlarda erining yo'l qo'yishini, cho'ng ishlarda ondan bor maslahat ish ko'rishni umid qiladi. Dovlini har qancha ko'p so'zimi bir eg'iz men sizni yaxshi ko'raman deganchilik unum ko'rsatilmaydi. Ayolingizga dovli so'zlayman demang. Aqlliq erlar
sirtda boshqa erlarga andin davli so'zlaydi. Ular hargiz ayoliga davli so'zlayman demaydi. Chunki er kishi davli so'zlab ayolni biror eg'izmi yondirib tushuncha berolmagudek holatda kelgan taqdirdami, ularmi yaxshi oqibat ko'rmaydi. Ayol kishi bir yig'lab xap qilib, yaning tegidan sizga qarab tursa, siz yana uni ba'zilab uningga ko'ngil qo'ymay tura olmaysiz. Bundaq ahvolda siz davli so'zlab yengib chiqqan bo'lamsiz yoki utirib o'tgan bo'lamsiz. Ayoliga davli tushundirman deb o'ltirg'icha darhol oshxonaga kirib tomoq qachalarini yuvatgan yoki bo'lmasa ayoli ko'z silib yurgili uzun bo'lgan biror qur kiyimni setib olib ekilib qutulgan yaxshi. Faqat bo'lmasa uni bir quchoqlab qo'ysangiz bo'ladi. Ish qilib o'zingizning ko'nglida uning borligini, o'zingizning uningga e'tibor bilan qaraydiganligingizni ifodalab chiqarsangiz bo'ladi. Ayollarning davli so'zlamasligi ham davli tushunmasligi ularning ziyoda holatda hissiyotga tayanib ish ko'radigan tabiiy sababidan bo'lib, sirtkilarning oldida pishib yetilgan jazbidor ayol ko'ringan bilan erining oldida ularning tugumas sabiyliklari bor bo'ladi. Kichik bir ishlar uchun agar er kishi uzundan uzun nutq so'zlab davli tushundirman desa, faqat ayollarni zeriktirib qo'yishdan boshqa erisha olmaydi. Uning ustiga ayollar ojiz kishilar to'pi bo'lib, agar siz bir cho'ng er kishi sirtilla ayol kishi bilan gap talashib qolsangiz, ko'ngil ko'rgan anglaganning hammasi sizni ayiblaydi. Umumlashtirib aytganda, ayollarga davli so'zlaydigan erlar ko'pincha muhabbatdan muvofiq turda murassa qilishni va to'y turmushi jarayonida keyniga chekinib berganlik, olg'a ilgirlik bo'ladiganligini bilmaydigan bo'lib, ular hamisha ayolini o'zining raqibidek ko'rib oladi hamda uni o'zimga mutlaq bo'ysunadigan qilsam deb o'ylaydi. Biroq ular shuni bilmaydiki, erlarning bu xil qilmishi ayollarni qochirib, ulardan yiroq turadigan qilib qo'ydi. Ayollarni gap bilan qoyil qilg'il bo'lmaydi. Shunga siz o'zingizning muhabbati orqali uni ta'sirlantirishingiz kerak. Bu ayollarning eg'izni yumdirishning eng yaxshi usulidir. Hammanglarning baxtli o'tishini xohlaymiz. Xayr xo'sh.